Hello hammaga YouTube ahli, sizlar bilan Simit va bugungi videomizda top 10 ta tanatini portlatib ko'ramiz videosining ikkinchi qismi. Agar sizlarga video qiziq bo'lgan bo'lsa, oxirigacha ko'rib like bosib qo'yinglar. Birinchi tanatimizni mana shu joyga qo'yib olamiz. Tak, bu joy yo'q, teparoqqa qo'yamiz. Potom pastga tushishga ham mumkin. Tak. Ketdik. Qani buni qoraligi menga yoqdi, chunki menga qora rang juda ham yoqadi. Oh. Demak, bu to'nqib qo'yar ekan. Ikkinchi tanada emas. Tak, ashqova rang ekan bu. Tak, mana shu yerga qo'yamiz. Tak, hop. Давайте buni ham portlashi menga qiziq. Chunki hammasi har xil portlaydi. Wow, golemlar. Okey. Tak, bunisi yashil zonada bo'lgan. Короче, yashil bo'lgani uchun yashil zonaga qo'ydim. Вот. Bunisi bu ham to'nqib qo'yadi deb o'yladim, lekin zombilar spawn qilarkan bu joyga o't qurishlari mumkin. Itak golemlar bilan urushib yuribdi bular. Tak. Endi bunisini sinab ko'ramiz. Tak. Mana shu yerga qo'yib olamiz. Bu qoraligi birinchisiga o'xsharkan vap. Obsidianlar. Нормально. Kengisi. Hop, kulrang va bu deb uchib ketarkan. Wow, ko'rlam gravelmida. Короче, o'shanaqalarda tepadan otib olarkan. Bu oddiy tanataga o'xshagan, lekin oddiy tanata emas, hammasi har xil qobiliyatlari bor desam bo'ladi. Alomatlari bor. Tak, lava da normalniy, lekin juda keng tarqalmas ekan. Tak, kengisi sword rasmi bor. Oy, yurdim hozir. Necha? A few moments later. Voy dod, bu hali bir portlamaydi shekilli. Oh my god, portlasenchi. Wow. Voy, bor yo'q shumi? Ko'rgan bo'lsalar, Nargis o'xshamadi, endi bunisi o'xshaydi degan umiddaman. Hop, ko'ramiz buni qanaqa portlaydi ekan. Bilat, bunisi ham sekin portlayapti. Uy, bu ham Nargisga o'xsharkan bu ham. Bo'lmayapti, xullas ko'rishinglar mumkin. Вообще kengisi umuman boshqacha bu. Wow. Bu ajoyib, lekin juda ham keng tarqamadi. Va yana bitta tanataymiz, mana shu yerga qo'yamiz. Buni qanaqa portlashi menga qiziq. Sizlarga qiziq bo'lmasa ko'rmanglar. Buni, wow, bunisi tarqashi chiroyli va menga yoqdi. Yana bitta tanata, bu vatniga qo'yib ko'ramiz. Xo'sh. Voy, ishlamadimi? Tunda qilib ko'ramiz, to'xtanglar. 1 sekund. Mana shu quyoshdan Xo'p, mana tun qildik va ko'ramiz. Bu men o'ylashimcha tunda ishlamagan-da, o'ylashim bo'yicha to'g'ri.